Hop, assalomu alaykum. Abror Muxtor qora kamu kim? Imomu nima edi u? Men endi qorakalarni bilaman. Diniy idoralarda qorakalar bor, musulmonlar idorasida. Bular hech qachon ilmi shu Abror Muxtordan ham, Solixon domladan ham, boshqasidan ham ilmi juda kuchli, lekin internetga ular chiqmaydi. Bularni internetga chiqishini sababi nima bu? Abror Muxtor nima u Abror Muxtor? Familiya nima? Shunaqa Abror Muxtor bo'ladimi? Pasportingda shunaqa yozilganmi? Короче, mana Gulirani Qosimovani haqida videosi haqida gapirgansan. Sen bitta narsani tushunganda, maymun bir maymun yong'oq yeyishdan oldin ko'tiga o'lcharkanda bu yeversam tushib ketadimi yo tushib qolib ketadimi? Nahotki sen shu maymunchalik ham o'ylamaysan? Senda shunday mana hozir dinni juda haligi besh qo'ldek biladigan, sen o'zingcha aqllisan-ku. Bir narsani tushunganda, sen bu internetga chiqib o'zingni aqllilik ko'rsatma. Internetga chiqishingni negizi, maqsading stavkangni oshirish. Yo sendan ilmi bor, ilmi kuchli, zo'r domlalar o'tiribdi jam. Nimaga ular o'tiradi? Ular Alloh uchun. Hech qachon internetga chiqib, senga o'sha bit qilib kimlardir orqasidan gapirmaydi. Sen kimsan sen? U aslida. Kimsan? Nima qilasan internetda? Yo ertaga sen namozxon bo'lsang yoki bo'lsan bir qori bo'lsang, savobingdan xalq uchun yo men uchun yo birov uchun berib berasanmi sen? Sen chiqib olib juda nima u? Odam erkak kishi bo'lishi kerak. Bir ayol kishini orqasidan gapirib, kimlardir dayus deb, sen может o'zing dayussan. Bu dayusligi taroziga soladigan Alloh, boshqa hech kim emas. Tushunding? Biz shunday bilamiz. Biz dindan xabarimiz yo'q. Misol uchun bir nima deydi, omi odam deb bilamiz, lekin gapirayotgan gapingni qarang, omi odamni ham haligi bir joyda o'tirgizdirmaysan-da. Telefonni ochsa, sen chiqib kelaverasan. Nima shunaqasan? Sen o'zingni tiy, yo'lingda yur. Hali yong'og'ni yeyishdan oldin o'lchab ol. Tushib ketadimi yo qolib ketadimi? Chiqib olasan, 3-4 ta qorib olib, mak qilasan bilan internetda. Nima stavkangni oshira olmayapsanmi? Nega sendan kuchli domlalar internetga chiqib shunaqa xalqqa pit qilmaydi? Mak demaydi. Sen chiqasan, 3 teng bor, 4 teng borda. Nuqul senlar chiqib olib pita qilasan. Nimaga? Yo shu Qur'on kitobda internetga chiqib olib o'zingni ko'rsatganda yozib qo'yganmi? Unaqa bo'lmaydi-yu. Yo birovni tuhmat qilib, yo birov haqida sen g'iybat qilishingga shu arzigili bu narsa yozib qo'yilganmi? Kimsan sen o'zi? Asli. Men o'zimni aytaman, hech kim emasman. Lekin ro'para kelsang, ikkita savol beraman. Savolimga javob bera olmaysan. Xohlagan joyingdan aylanib kelasan, meni savolimga javob bera olmaysan. Ki ommani oldida, xalq oldida unaqa savol bermaydi, o'zingni tiy. Yaxshi yur.